Uchtepa tumani istirohatga kelganmiz. Shoir ko'chada sizlarga bitta zo'r narsa topib qo'yganman. Quruvchilar ham ko'rib turinglar, o'zinglar uchun o'zbek mahalladan quraman deganlar, ya'ni zo'r narsa. Qaranglar, ko'chalarning kengligini. Mana shu uglovoydagi joyimiz sotilyapti. Bu ko'cha ham juda ham keng, bu ham keng. Burjaga cho'tki qilib 1.7 sotuv pastlikda hovlimizni sotilyapti. Qaranglar, bu yoq tarafi 11, bu yoq tarafi 15 bo'ladi. Fasad hamma kommunikatsiya bor. Ikkita ko'chada ham kanalizatsiya o'tgan ekan. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Hozir ichkarilarni ko'rsataman, qarang. Shotimiz kichkinagina, kaftdekkina joyimizni sotilyapti. Narxiga keladigan bo'lsa, 100 ming dollar so'ralyapti, kelishadigan joyi bor. Qarang, ham binolarni biztashingiz kadastrlari bo'lingan. Oldi sotdiga tayyor holatda delaynalargacha qilib qo'ygan ekanlar. Ulgurib qolinglar, juda ham srochniy narxlarda sotilyapti. Nomerlarni qoldiramiz, bizga aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz. Yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosish esingizdan chiqmasin.